Dasturimiz davom etadi. Yurtimizga kuz fasli kirib kelishi bilan barcha hududlarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuboriladi. Bu yog'ingarchilik, sovuq va tabiiy sharoitlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish, aholi uchun barqaror sharoit yaratishda muhim ahamiyatga ega. Qizilqum cho'llari bag'rida joylashgan Zarafshon shahrida ham iqlim sharoiti inobatga olingan holda aholini ichimlik va oqova suv bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida keng qamrovli tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi. Sarson quruvchi uzilishlarsiz, xavfsiz va barqaror xizmat ko'rsatish uchun zarur infratuzilmalar ko'rib chiqildi. Muhandislik tarmoqlari tekshirilib, mavjud kamchiliklar bartaraf etildi. Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining barcha shahar va tuman bo'limlarida kuz-qish mavsumiga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilmoqda. Mavjud suv inshootlarining ayrimlari yangilangan bo'lsa, ba'zilari ta'mirdan chiqarilgan. Bu kabi jarayonlar esa nafaqat aholining turmush sharoitini yengillatish, balki hayot kabi aziz suvning isrof bo'lish hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Xususan, Zarafshon shahrida ham oqova va ichimlik suv inshootlari hamda tarmoqlarini rejalashtirilgan profilaktik ko'rikdan o'tkazish, joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. 2 va 3-sonli ikkilamchi radiator tindirgichlar ta'mirlandi. Oltovodiy, Bahor, Geolog hamda quruvchi muzeylarda 900 metr ichimlik suvi joriy ta'mirlandi. Bundan tashqari 300 metr ichimlik suvi tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. Suv tozalash inshoot texnik suv uzatish nasosi mukammal ta'mirlandi. Texnologik qurilmalar, nasoslar, mexanik panjaralar, elektr ta'minoti tizimlari rejali ravishda ta'mirlandi. Hududda 1000 metrga yaqin suv uzatish tarmoqlarining joriy va mukammal ta'mirdan chiqarilishi 2025-26 yilgi kuz-qish mavsumi uchun suv ta'minot tizimiga oid barcha tarmoqlarning tayyorligi aholiga qulaylik yaratibgina qolmasdan, kelasi mavsumni xavfsiz va talofatsiz o'tkazishga ham zamin yaratadi.